Mana, недовольный Roша Peter Shmexel tog'ashnos menga qara. Men senga aytdim, meni o'g'lim bo'ldi. Qara, tog'ang konserner tayda sinfdoshlar bilan, ferferolar bilan gitadagida monodoq o'ynayapti. Qani spravali divdiviz. Lekin bir tomondan to'g'ri, nima qilamiz o'sha yerga borib? Sinfdoshlar bilan o'tiribdi. Boramizmi? Sahraga o'xshab o'tiramizmi o'sha yerda? Dadaga o'xshab. Sayfijon, yesak musichadagina ovqat yeymiz, tushundingmi? Nima musichada? Sen palisosni yo'qsa hech nima qolmaydi stolda. Men seni голодныйligingni bilaman. Qo'yitqima, Sayfi. Osh bilan sho'rdanda yeganingcha. Ha? Oshyapsan? Yo tort bilan dapcha yeganingcha, голодный. Sen bu привычка yo'qot. Ko'rgan narsang o'zingga tiqasan. Yaxshimi oldingda siymayman. Ayollarga o'xshab chiqmayman, tushundingmi? Bir ayting bu gapni boshqa eshitmayman. Men hozir borib tog'angni mana cho'ntagidan oya vizitdan olib kelaman, o'zim gostinitsaga ishlashga ketaman, tushundingmi? Sen mana yerda ishlab tursang, chimoqsan chunki. Baba. Qaram, qisqasi qo'ling tekkizma, o'sha o'roq bilan chopa. Mana bunga qayerga ketasan? Ha, sen mazorga ketasan. Sayfi, oxirgi aytgan gaping yuragimda simiga botdi. Sen bilan addini gaplashaman.